أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hammamizga ma'lum, tunugun Ramazon to'g'risida gap qilib, Ramazonning xususiyatlarining bir qancha turlik bo'lganligi to'g'risida so'z qilganmiz. Ramazonning xususiyatlarining 18 xil bo'lganligi to'g'risida 4ni zikr qilgan, 5-chisida bugun 5-chisini davom qilamiz. Ramazon o'zgartish oyi. Ramazonda nimamiz o'zgardi desa, Ramazonda Qur'on madrasasi orqali Qur'ondan iborat ilohiy maktubni o'qish orqali va izchillashtirish orqali Qur'on universitetining tarbiyasida aqlimizni, vijdonimizni, irodamizni, nefs şehvetimizni, söz ve ko'zimizni, o'zimizni, adab axloqimizni o'zgartish edir. Chunki Ramazonning yana bir ismi as-savm deyiladi. As-savm imsak degan ma'noda, ya'ni tutmaq. Tutmaq degani nimani tutmaq? Sözüge dikkat qilish orqali so'zini tutmaq, o'zining adab axloqi ve sharkatlarini tutish orqali o'zini tutmaq, ko'zini haromlardan saqlamak, nefs xohishi, shahvatlarini tutmak, yani alohida bir o'zini tarbiyalash degan ma'noda. As-savm imsak ma'nosida. 5-chisisi Ramazon medeniyet eyidir. Ramazonning medeniyet bilan nima aloqasi bor deyishimiz mumkin. Ramazonning medeniyet bilan aloqasi shuki, Qur'oni Karim öz vaqtida vahşi bir insan, bedevi bir insan, o'zaro birga kelinmaydigan, mehr shafqatsiz, do'stlik bo'lmagan, rahim shafqat bo'lmagan, kuchliklar ojizlarni yo'qotadigan, doim g'avg'o, jangi jidal, urush, qon to'kiladigan mana shunday bir qavmning ustiga kelgan edi. Del bularni şu Ramazon oyida tushgan Qur'oni Karim ularni o'z madrasasida tarbiyalash orqali ularni do'stlikqa aylantirgan edi. Ularning oralarida ishonch paydo qilgan edi, qarindoshlik paydo qilgan edi. Yani shunday bedevi insonlarni madaniy insonlarga aylantirgan edi. Bunun için medeniyet din köküden kelgan. Din, deyyan, divan, Medine, medeniyet bir kelime mestiri. Bir kelimeden kelgan bulup din, kanun degan ma'noda, deyyan, kanunlaşkan kanunchi degan ma'noda, divan, kanun defteri veya ki bo'lmasa intizam, teşkillik bir şekilde yazılgan kitap kuma deyiladi o. Medine to'g'ri bir din, kanunlaşkan, insonlar dini medeniyet seviyeye ega bo'lgan bir shahar degan ma'noda. Medeniyet ham ilim ma'rifatlik, ichi bilan tesh o'xshash bo'lgan, dinlashgan, dinni izchillashtirgan bir
insan degan ma'noda. Alloh taolo shara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Sure Şura'nın 13. ayetidir. Ey insanlık, sizlerge Allah Subhanahu ve Taala Nuh'a ve sana Muhammed Aleyhisselam İbrahim'ga, Musa'ga, İsa'ga vesiyet kılgan dinni sizlerge kanun kılıp bekitdi, yol belgisi kılıp. Ondaq sizler en aqimud dine ve la teteferraku fih. Sizler bu dinni hayatınlığa turguzunlar. Dinni medeniyetinliğe, dinni şehrinliğe, dinni hayatınlığa, dinni ailenliğe, dinni merifetinliğe, dinni mektep ve medreselerinliğe hayati bir közkaraş felsefe süpsüde akimu tuğuzunlar. Ve la teteferraku bi fihi. Sizler bu dinde bölünmenler. Yani her birinla dinning bir hükümlerini tutuveriş arkalık men dinning hem yerini tuttum deb din bir bütün narsa bu dinni bütün narsani parçalash arkalık parçalab olgan narsani din ko'rsatish arkalık bo'lanmanglar. Bugun dunyoda shunday ish mavjudku. Ba'zilari dinning ilim qismini elib din mushu hammasi shu deydigan. Ba'zilari dinning jihad qismini elib dinning hammasi shu deydigan. Ba'zilari dinning siyosiy qismini elib din mushu deydigan. Shunga o'xshash hammasi o'zi shu dindan chiqib olgan narsaning hammasini din bütün narsa. Shu pochini dinning bütünü ko'rsatadigan shunday ahvollar bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana İsa'ning ve Musa'ning, İbrahimning ve Muhammed aleyhisselamning ve Nuhning ilahiy tarafidan Allah tarafidan yo'l qo'yilgan dinning bir din ekanligi, yiltizining bir ekanligi, bu bir bütün din ekanligi, buni hech qanday bir odamning bo'lashga parchalashga bo'lmaydiganligi. To'g'risida Alloh subhanahu va taolo mana bizga Sura Shura'ning 13-oyatida shunday deydi. Hemen deyken Allah ayetine ahıs dedi. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum iley. Sen olanı bu dinin bütünlüğü, dinin medeni bir din ihkelliki, dinin salamet ve saadet çakırıydı Allah'ı, dinin insaniyetki yol belgesi ihkellikiye çakırışın, müşriklara, Buddistlara eri geldi. Allahu yectebi ileyhi me yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Ondaqda Allah subhanahu ve taala bu dinga iradesi vicdanı arkalık hayl olgan, halagan kişini Allah subhanahu ve taala tallaydı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bu dinga Allah taala tarafından köstilgen boyunca Allah'a qaytkan, dine qaytkan insanı Allah doğru yolga başlaydı dedi. Bunun için bu manadan elip aytkanda din medeniyettir. Bu Ramazan yani şu Kur'an medresideki dini malumatlarını öğreniş arkalık insanı medeni bir insanga özgertidir. Bu manadan elip aytkanda Ramazan medeniyet eydir. Şun Peygamber aleyhissalatu vesselam sizler Ramazan günlerde başkalarına azar veriştin, töhmet kılıştın, yalğançılıktan, şikayetten sakınlanlar. Hatta ki eğer sizlerge birisi zorluk kılsa
yoki sizlar bilan urushmoqchi bo'lsa, sizlarga azor bersa, sizlar bilan jangga jidal qilmoqchi bo'lsa, ularga shunday deb javob beringlar madaniy bir shaklda. Qarindishim yoki falon pustani, siz bilan mening g'avg'o qilg'im yo'q, jangga jidal qilg'im yo'q. Chunki men Ramazondan iborat bo'lgan, o'zimni tutadigan, so'zimni tutadigan, ko'zimni tutadigan, axloqimni yetildirish orqali o'zimni insonlik elib boradigan bir faoliyat ustidadirman denglar, dedi Payg'ambar alayhissalatu vassalam. Oltinchisi Ramazon xushallik oyidir. Har bir odam o'zini xushal qiladigan, boshqalarga tabassum bilan qaraydigan, boshqalarga xushallik bag'ishlaydigan. Qur'oni Karimning ey bo'lgan bu oyda birsi-birsiga iftixor, faxr his qildirgan, tantana qila oladigan mana shunday bir oy. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Ramazon tutqichi uchun ikki xushallik bo'ladi. Birsi o inson yemay, ichmay Allah bilan o'zining aloqasini qo'yaqlashtirish maqsadida 8-10 soat och qoladi, ussiz qoladi. Bu inson iftor qilgan chaqda shunday bir xo'sh bo'ladiki, o inson ana shu ochligi orqali va ussizligi orqali atrofiy olamdagi insoniyat dunyosidagi ochlarga bo'lgan, ussizlarga bo'lgan, muhtojlarga bo'lgan bir his tuyg'u o insonni xushal qiladi ve şunu esiltidi. İftar qilgan vaqtning o'zida o insonda bir xushallik hosil bo'ladi. İkinci bir xushallik Allah subhanahu va taolo barliq amallarga tabiiyki o'zi ajr berdi. Bo'libmi Ramazon tutgan insonga nisbatan Allah subhanahu va taoloning alohida berdigan bir ajri, mukofoti mavjud. Allah taoloning ana shu mukofotiga uchrashgan vaqtning o'zida bir xushallik bo'ladi. Şunu bu ma'nodan ilib aytganda Ramazon xushallik oyi deydi. Yettinchisi Ramazon rahmat oyidir. Rahmat oyi degani ilgirki xususiyati deganimizdek bir inson yemisa, ichmasa, och qolsa, och qolganlarninki qanday ekanligini biladi. Ussiz qolsa, ussizlarning qanday ekanligini biladi. Tabii ki qo'shqachqa vaqtning o'zida her taraf qarg'an bo'lsa-mu, lekin Alloh roziligi uchun iftorni saqlaydi, iftorni kutadi. Shuni shunday sharoitda bir insonning qo'shig'ining pish etishi muhtojlikning qanday ekanligini va shundaqla kambag'allarning qanday ekanligini, yeydiganga yo'q, ichdiganga yo'q va bir uchum suvga va bir tal nanga muhtoj insonlarning qanday ekanligini biladi de bu insonning qalbi yumshaydi. Bu insonning qalbiga rahmat va shafqat hosil bo'ldi. Shunda bo'lganligi uchun Ramazon oyi insonni bir mehribonlikka elib boradigan, shafqatga elib boradigan mana shunday bir oy. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunga sizlar yer sharida mehr shafqatli bo'linglar. Shunday qilsanglar Alloh üstünüzde durup sizlerge mehr şefkat kılıdı. Sizler öz aranızda mehr şefkat yo'qolgan kuni, öz aranızda rahmet yo'qolgan kuni, siyla rahmi yo'qolgan kuni, öz ara mehribonlik yo'qolgan kuni, bu vaqtning o'zida Alloh sizlarga mehribonlik qilmaydi, rahmat qilmaydi deb ta'lim berdi. Shuni bu ma'nodan ilib aytganda Ramazon rahmat oyidir. Subhaneke Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyk. Qolganini yana etigillikka davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.